Ovoz bormi? Video bormi hammaga? Demak, kiryapmiz hali. Birozgina vaqt va boshlaymiz. Ovoz yo'q. Video bor. Kimlarda ovoz yo'q? Bu sizni telefoningizdan bo'lishi kerak. To'g'rilab oling. Ziyod oknolarni o'chiring. Bir daqiqa. O'zim ham o'chirib chiqaman. So'ng boshlaymiz. Yaxshilandimi? Bugun juda chiroyli mavzuda suhbatlashamiz. Xo'p. Muxlisa shu yerda siz zapisni bosasizmi jonim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizda Instagramda ham efir yongan. Kira olmaydiganlar bu yerda qiynalishsa eslatasiz. Yoqildi. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Har biringizga. Har biringizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, ovoz bor, video bor. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Tashakkurlarim. Demak. Assalomu alaykum, xayrli kech. Yana bir marta har biringizni ko'rib turganimdan xursandman, har biringizni his qilib turganimdan xursandman. Demak, bugundan boshlab biz 4 kun davomida siz bilan birga bo'lamiz. Bugundan boshlab biz 4 kun davomida juda chiroyli mavzularda suhbatlashamiz. Biz vebinarimizni nomini hayotning 3 ustuni deb belgiladik, yoxud albatta munosabat, pul, karyera, sog'lik. Demak, biz bu yerda 4 kun davomida sizlar bilan juda chiroyli mavzularda suhbatlashamiz. Ong ostimizda nimalar bor? Nimaga biz o'zimiz xohlagan hayotda yasha olmayapmiz? Nimaga biz ko'p narsalarni hayotimizga olib kirishga istasak-da, aynan ularga ega bo'la olmayapmiz. Bular to'g'risida biz bugundan boshlab suhbatlashamiz. Sizlarga shuni eslatib qo'yaman, efir yakuniga qadar o'tirganlarga albatta sovg'amiz bor. Faqatgina bu sovg'a atigi 10 daqiqa beriladi.
e'tiborli bo'ling. Atigi 10 daqiqa beriladi. Shundan so'ng bu albatta o'chiriladi. Shuning uchun shuni aytgan bo'lardimki, efir yakuniga qadar biz bilan o'tiring degan bo'lardim. Demak, bugun efirimizga birinchi marotaba kirayotganlar bormi? Kimdir eshityaptimi? Eshitilmayaptimi sizlarga? Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Sizni ko'rganimdan xursandman, men ham xursandman. Assalomu alaykum. Yozib boring. Bugun ilk marotaba, birinchi marta bizni efirimizga, darsimizga, webinarimizga kirayotganlar bormi? Agar kirayotganlar bo'lsa, bittadan plus qo'yib yuboring. Men ko'rishim uchun, bilishim uchun shunga qarab sizga tushuntiraman. Agar har doimgidek faqat o'zimizni dinozavrlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 7-8 yildan beri bizni kuzatadiganlar bo'lsa, faqatgina shular bo'lsa, shunga yarasha men beraman bilimni. Yo'q, yangilarimiz ham bor deyiladigan bo'lsa, bunga qarata men noldan boshlab sizlarga tushuntirib borishga harakat qilaman. Pluslar ketdi. Kimlar qayerdan bizni kuzatyapti? Aha, молодец, farog'at. Aha, pluslar ketdi. Saboat, молодец. Kim qayerdan kuzatyapti? Yozing. Har biringizni o'qiyman. Namangan, Marg'uba, xursandman. Da, dinozavr davri yozilyapti, bor shundaylarimiz. Erkalab shunaqa deymiz albatta. Jizzax, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Namangan, Zebiniso, xursandman. Asta-sekinlik bilan hali kiryapsizlar demak. Xursandman. Demak, yangilarimiz ko'p, chust. Yangilarimiz juda ko'p. Shuning uchun keling sizga o'zimni tanishtirib o'taman. Demak, men Munira Safarova, Samarqanddan faoliyat olib boraman, ya'niki psixolog, ong osti dasturlar bilan ishlovchi mutaxassis, kvant razbor o'tuvchi mutaxassis, ya'ni master deyiladi, yoki terapevt, ya'ni psixologik ong osti dasturlari bilan ishlovchi va aynan bolalikdan hozirga qadar bizga yetib kelayotgan mana shu travmalarimiz, shakllanib kelgan travmalarimiz bilan ishlovchi terapevtman. Xo'p, 8 yillik faoliyat davrimda juda ko'p ayollar bilan ishladim va juda ko'p insonlardan tajriba orttirdim. Bu bilan o'zim ham yashab o'tganman. Biz juda ko'p holatlarni yashab o'tdim. Biz bilamizki, hozirda bizda psixologlar ko'p, buni inkor etib bo'lmaydi va bundan men faqatgina xursandman. Bilasizmi nega? Chunki aynan mana shu psixologlarga talab borki, ya'ni insonning ruhiyati, insonning holati yaxshi emasligi, o'z ustida ishlashni xohlashi, hayotini o'zgartirishni xohlashi ularda borki, ya'ni xohish bor. Istak borki, inson aynan mana shunday o'zi bilan ishlashni istaganidan so'ng bizga o'xshagan psixologlar ko'pligidan faqatgina mamnun bo'lamiz. Va lekin bitta lekiniga ahamiyat berishimiz kerakki, psixologlar turlicha. Klassik psixologlar bor, psixoterapevtlar bor, yoki umuman olganda ong osti bilan ishlovchi mutaxassislar bor. Men ong osti bilan ishlovchi mutaxassis, yangi davr tabibi, ya'ni tabib deyiladi. Undan tashqari mana shu kvant psixologi va terapevt bo'lib faoliyat olib boraman. Mumkin, nega nomlari ko'p?
Bundan tashqari oliy ma'lumotli psixologman, chunki haqiqatdan institutni oliy ma'lumotli aynan bolalar psixologi yo'nalishini tamomlaganman va har tomondan bilimga egaman va haligacha o'qib o'z ustimda ishlab kelaman. Bugundan boshlab sizlar bilan 4 kun davomida biz hayotning 3 ustuni to'g'risida gaplashamiz. Bu 3 ustun nima? Biz nimaga hayotni bir nechta jabhalariga bo'lamiz? Bu bizga nima beradi? Nega biz o'zimiz bilan ishlamay qo'ysak, hayotimiz har xil notekis hayotga o'tib ketadi? Ko'proq qulash boshlanadi va nega biz qancha ko'p o'zimiz bilan ishlasak, dunyoqarashimiz, nazarimizni o'zgartirsak, bizning hayotimiz osonlasha boshlaydi. Buning sabablari to'g'risida albatta biz bugundan boshlab sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugun eng chiroyli mavzu tanlangan bu dangasalik. O'ylaymanki, dangasalik hammada bor. Bugun yozishmalarni o'ylamang, vaqtlari yo'q deb, vaqtim bo'lmasa-da bizda jonli kontlarimiz bor, jonli konsultatsiyalarimiz bor, jonli kurslarimiz bor doimiy ravishda, lekin shunday bo'lsa-da men sizlarni doim o'qishga harakat qilaman. Ming afsuski, menga eshitilmayapti deyilyapti. Muxlisa, Instagram, Telegramda eshitilmayotganlar uchun Instagram linkini yuboring, ular Instagramga kirib olishsin. Link yuborib qo'ying. Xo'p, demak, biz bugun gaplashamiz. Aynan mana shu birinchi kunda biz dangasalik to'g'risida gaplashamiz. Dangasalik qayerdan kelib chiqadi? Nega inson dangasa bo'ladi? Nimaga asoslanib dangasa bo'ladi? Unga nima bo'ladiki, dangasalik rivojlanishi kuchayib ketadi. Rivojlanadi, bu ichingizdan rivojlanadi. Chunki inson o'z-o'zidan dangasa bo'lib qolmaydi. Hech qachon inson prosta tak o'z-o'zidan dangasa bo'lib qolmaydi. Buni unutmang. Albatta, keyingi kunlar kasallik to'g'risida gaplashamiz. Kasallikning asl mohiyati, asl sabablari to'g'risida gaplashamiz. Pul to'g'risida albatta gaplashamiz. Hali er-xotin, atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabatlar to'g'risida gaplashamiz. Bular hammasi to'g'risida 4 kun davomida biz sizlar bilan suhbatlashamiz demak. Xo'p. Ovoz boring, yozib boring. Ustoz parapsixologlik haqida chuqurroq gapirib bering. Parapsixologmiz hammamiz ham. Parapsixolog bu kasalliklar bilan ishlash. Mana biz bugundan tashqari, bugun dangasalik mavzusini yoritib bersak, sabablarni yoritadigan bo'lsak, boshqa kunda kasallik to'g'risida chuqurroq suhbatlashamiz, kasallikning sabablari to'g'risida va aynan mana shu kasalliklar bilan ishlovchi insonni parapsixolog deyiladi. Ya'ni biz mana shundaymiz. Yangi davr tabibi dedim. Buni boshqa nomi parapsixolog. Jonim. Ovoz yo'q deyilayotganlar bor. Xo'p. Demak, bilasizmi, insoniyatda umuman olganda bizda qonun qoidalar bor va bu qonun qoidalar biz bilsak ham ishlaydi, bilmasak ham ishlaydi, shuni bilishingiz kerak. Inson yashayaptiki, qonunlar asosida yashaydi. Xuddi bizda mana har bitta mamlakatda, masalan, O'zbekiston Respublikasining o'zining ma'lum bir qonunlari bor. To'g'rimi? Konstitutsiyada kiritilgan ma'lum bir qonunlariga ega. Xuddi shunday boshqa mamlakatlarda ham bor. Va xuddi mana shunday psixologiyada ham o'zining ma'lum bir qonuniyatlari bor. Biz buni bilsak ham ishlaydi, biz buni bilmasak ham ishlaydi. Tushunyapsizmi? Va biz buni bilib bilmagan holatda hayotimizga juda ko'p narsalarni olib kiramiz. Bilmagan holatda o'shani ichida yashashda davom etamiz. Demak, dangasalik o'zi qayerdan kelib chiqadi? Dangasalik bu insonni albatta hamma muammolarimiz, juda ko'p muammolarimiz bizni bolalikka borib taqaladi, bolalikdagi holatlarimizga borib taqaladi.
aynan biz kurslarimizda shu terapiyalar orqali insonni davolashga o'tamiz, ruhiyatini davolashga o'tamiz va albatta biz dangasalikning sababini bugun chuqurroq suhbatlashadigan bo'lsak, ilk sabablardan biri shundaki, inson o'zini oldida maqsad qo'yadi va maqsadiga erisha olmaganidan so'ng unda norozilik uyg'onadi. Ichidan norozilik uyg'onadi. Bilasizmi, aslini olganda nega inson boshlagan ma'lum bir darsini, keling oddiygina darsni olaylik. Juda ko'pchilik murojaat qilishadi, ustozman, kursga kiraman, to'lov qilib kiraman, lekin nimagadir oxiriga yetkiza olmayman. Yoki juda ko'p insonlar yozishadi, murojaat qilishadi, ustozman, ma'lum bir ishni boshlayman, maqsad qo'yaman, qadam qo'yaman, lekin yarmiga kelganda to'xtab qolaman. Nega shunday? Nega shunday? Nimaga inson o'zini mana shu holatida deb biladi? Ya'ni holati baribir boshlaganim bilan yakunlay olmayman deb o'ylaydi. Nimaga? Hozirda e'tiborli bo'ling, mana hozir men sizga sabablarni yoritib beraman va oxiriga qadar, efirimizni oxiriga qadar o'tirganlar sizlarga 10 daqiqa, atigi 10 daqiqa vaqt beramiz, link beramiz. Mana shu dangasalikni ishlab chiqish uchun texnikalar berilgan kursimiz bor. Juda kuchli kurs bor. Mana shu kursga kirib olishingizga faqatgina 10 daqiqa beriladi. 10 daqiqa ichida siz kirib olishga harakat qilishingiz kerak va hozir mana birinchi kunda sizga yoritib beriladigan sabablarni bilib olganingizdan so'ng mana bu ongingiz xuddi o'chib turgan lampochka birdan yongandek bo'ladi. Chunki siz sababni bilasiz. Ha, men mana shu uchun shunaqa holatda ekanman, mana shuning uchun men oxiriga yetkaza olmas ekanman degan fikr uyg'onadi sizda. Va mana shu fikrni ishlab chiqish uchun birdan kanalga kirasiz va u yerda sizga tayyor bir kunlik texnika turibdi. 2 soatdan ortiq darslik turibdi. U yerda texnika bor. U kursni men juda baland summada berganman, lekin sizga bepul taqdim etaman. Mana shu yerda orangizda o'sha kursda kirib o'qiganlar ham bor. Va atigi 10 daqiqa ichida siz kirib olishga ulgurishingiz kerak bo'ladi. Demak, nega inson boshlagan ishini oxiriga yetkiza olmaydi? Nimaga inson o'zini men dangasaman deb o'ylaydi? Bu qayerdan kelib chiqdi? Aslini olganda bola yosh bolaligida unga kattalar nima deyishadi? Sen odam bo'lmaysan. Bir eshitganmisiz? Eslang. Men sizga shunchaki sanab o'taman, siz o'zingiznikini ushlab qolishga harakat qiling. Sen odam bo'lmaysan. O'qib olim bo'larmiding? Eshitganmisiz? Sen qo'lingda hech narsa kelmaydi. Xuddi shunga o'xshash fikrlar. Bu ketma-ketlikda davom ettirishimiz mumkin 3 ta nuqta bilan, ya'ni juda ko'p fikrlar bilan davom ettirishimiz mumkin. Lekin shuni bilishingiz kerakki, agar siz xuddi shunday va shunga o'xshash so'zlarni eshitgan bo'lsangiz, demak sizda meni qo'limdan hech narsa kelmaydi degan fikrlar shakllangan bo'ladi ong ostingizda. Keling, shu yerda sizdan so'rab o'taman, navbatdagi savolim berib o'tay. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, buni ham tushuntirib ketaman. Shuning uchun so'rayapman. Xo'p. Ong va ong osti nima ekanligini farqlay oladiganlar bor oramizda. Lekin farqlay olmaydiganlar ham bormi? Ya'ni ong nima, ong osti nima? Farqlay olmaydiganlar va bularni har ikkisini bitta narsa deb biladiganlar bo'lsa, bitta plus qo'ying. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, ong osti va ong nima ekanligini bilmaydiganlar plus qo'ying. Shundan qarab men sizga agar bilmaydiganlar bo'lsa, buni ham farqini tushuntirib o'tib ketaman orada.
Chunki bizda o'quvchilarimiz ko'p, bir necha yildan beri bizda o'qiydiganlar bor. Ular hayotlarida juda katta burilishlar qilishgan, hayotlarida juda katta o'zgarishlar qilishgan hayotlarida. Ularda hammasi zo'r. Balkim 3-4 kunlarda ularga ham so'z beramiz o'zingiz eshitishingiz uchun. Demak bor, bor, orangizda bor. Tushunarli. Unda tushuntirib o'tib ketaman. Bizda bilamizki, miya bor, hamma biladi, bizda miya bor. Miya ishlab turadi. Xuddi shunday bizda ong va ong osti bor. Ong bu bizning aqlimizga javob beradi. Aqlimizga har doim mana bizga nima deyishadi? 7 o'lchab bir kes, ya'ni o'ylaysiz va keyin bir qarorga kelasiz, ma'lum bir qarorga, to'g'rimi? Bir necha kunlar o'ylab. Yoki ma'lum bir biznesni boshlashdan oldin siz rosa ko'p o'ylaysiz. O'ylaganingizdan keyin bir qarorga kelasiz. Sizning uni ostida qo'rquvlaringiz bo'ladi, yashab o'tgan tajribalaringiz bo'ladi, yoki undan tashqari dangasaligingiz bo'ladi, o'zingizni ayblashingiz bo'ladi, juda ko'p holatlar bo'ladi bu yerda. Va aynan mana shularni hammasini siz asta-sekinlik bilan o'ylab bir qarorga kelishingiz aqlga javob beradi. Biz aqlan yashaymiz. Biz aqlan xohlaymiz. Biz aqlan juda ko'p narsalarni amalga oshiramiz. Lekin ong osti bu yana ham chuqurroqda bo'ladi. Bizni anglamaslikka, ya'ni anglashga ulgurmagan, tushuna olmay qolgan holatlaringiz bo'ladi-yu. Jaydari tilda tushuntiradigan bo'lsam sizga, misol uchun siz ukangiz bilan o'ynab o'tiribsiz. O'zingiz ham yosh bolacha bo'lgansiz, ukangiz ham yosh bolacha bo'lgan, birga katta bo'lyapsizlar, birga o'ynab o'tiribsizlar. Nimadir bo'ldi, ukangiz yig'lab yubordi. Siz urib yubordingiz dam qilish uchun. Yoki nimadir bo'ldi, yig'ladi, sizni aybladi va shu orada keldi, onangiz kelib bashapot urdi sizni. Tarsak solib yubordi yoki urishdi. Nimadir bo'ldi shu orada. Anglolmay qoldingiz nima bo'lganini, qo'rqib qoldingiz, qaltirab qoldingiz, tushuna olmay qoldingiz nima bo'lganini. Ayblandingiz shu vaqtda. Xuddi shu vaqtda sizda ham aybdorlik paydo bo'ladi, ham anglolmaslik hosil bo'ladi, ham sizda tushunishga ulgurmagan mana shu vaziyatingiz ongda emas, ong ostiga tushadi. Ong ostiga dastur bo'lib tushadi. Xuddi boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, sizning qo'lingizda telefon bor, mana telefondan kiryapsiz, to'g'rimi? Telefon bor va mana shu telefonda siz telefon xotirasi bor. Xotirasi bor va undan tashqari sizga fleshkasi bor, to'g'rimi? Mana shu xotirasi aql deydigan bo'lsak, mayda fleshkasi ong osti bo'lib hisoblanadi. Misol uchun. Yoki fleshka qo'ymaydigan telefon bo'lsa, qo'yilmaydigani bo'lsa, siz galereyaga saqlagan hamma narsalaringiz sizga misol uchun nimada tursa, shunchaki galereyada tursa, nimadir bo'ladi, telefoningiz qotadi, yaxshi ishlamay qoladi, qanaqadir o'zini namoyon qila boshlaydi, yaxshi ishlamayotganini, keyin siz nima qilasiz? Borib ustaga ayttirasiz. Usta sizga o'zingiz ko'rmagan, yana qancha narsalarni topib beradi. Ya'ni uning xotirasi to'lganini aytadi, lekin siz ko'rmagansiz ularni. U videoni ko'rmagansiz, u audioni ko'rmagan, eshitmagansiz, u boshqa narsalarni ko'rmagansiz, lekin u xotirasida bor, qaysidir pastki xotirasida bor. Mana shu pastki xotirasida turgani sizni ong ostingizda turgan narsalar bo'lib hisoblanadi. Va siz dangasalikka kelishingizga sabab bo'layotgan holatlar ham mana shu ong ostingizda turgan dasturlar bo'lib hisoblanadi. Mana shu ong ostingizda turgan dasturlar sizni majburlaydi dangasalikka kelishingizga. Va bu dangasalik asta-sekinlik bilan sizni norozilikka kirishingizga sabab bo'ladi. Bular hammasi chambarchas bir-biri bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Va bilasizmi, aynan mana shu bolaligingizda sizga san unaqasan, san bunaqasan, san undaysan, san mana bunaqasan, erta tongda vaqtli turmaysan, san qanaqa qiz bo'lasan, qizlar eshiting. Siz bizga o'zbekchilikda, bizni mentalitetda juda ko'p bu so'zlar ishlatilingan. Ular ham aybdor emas, kattalar, chunki ular ham xuddi shu so'zlarni eshitib katta bo'lishgan, voyaga yetishgan. Shuning uchun ular ham shuni bizga yetkazib berishgan.
va aynan mana shu holatlar, ya'ni sizga aytilgan so'zlar sizni yosh bolalik ongingiz bilan men shunaqaman deb o'ylab qolgan holatda bo'ladi. Ya'ni men shunaqaman degan dasturni olib qo'yadi. Men shunaqa dangasaman. Men shunaqa yomon qizman. Men shunaqa yomon bolaman. Men shunaqa qo'lidan hech narsa kelmaydigan dangasaman yoki nima deyishadi? Qanaqadir so'zlar bilan aytishadi bularni. Har xil so'zni ishlatgim kelmayapti, lekin juda ko'p so'zlar bilan aytishadi va xuddi o'sha so'zlarni insonni o'zi, o'sha bolani o'zi men shunaqaman deb olib qo'yadi. Va bu o'sha dangasalikka, keyinchalik dangasalikka qadam qo'yishga, o'sha dangasalik, ya'ni dangasa bo'lishiga sabab bo'ladi. U faqat bilmaydi sababini, bu faqatgina ma'lum bir sabablarni aytib o'tyapman sizga. Va bilasizmi? Aybdorlik hissi ham insonni aybdor deb sanashi o'zini, men aybdorman, menda aybdorlik hissi bor, men mana shu ishni qilmaganimda edi aybdor bo'lmagan bo'lardim, ya'ni aybmanda. Misol uchun, kelingki, xotin janjallashib qoldingiz, siz ham asabiy bo'lib yurganidingiz, to'lib yurganidingiz, qachondan yig'ilib yurganida va nimadir bo'ldi, gap qaytardingiz, portladingiz, janjallashdingiz. O'zingizdan katta bo'lsa-da yoki qayranangiz bilan janjallashib qoldingiz. Bu tabiiy. Tarbiya jihatdan albatta noto'g'ri deyiladi, lekin sizda ham emotsiya bor, sizda ham hissiyot bor, sizda ham yashab o'tgan tajribangiz bor va bular ortidan siz o'ylaysizki, noto'g'ri qildim. Bekor gap qaytardim. Bekor shu ishni qildim. Shu ishni qilmaganimda edi, hozir mana shu holatga kelmagan bo'lardim. Erimga gap qaytarmaganimda edi, ajrimgacha kelmagan bo'lardim. Yoki mana shu ishni qilmaganimda edi, mendan shu pul chiqib ketmagan bo'lardi. Yoki borasizda bozordan chiroyli bir ko'ylakni ko'rasiz, o'shanga havasingiz kelib xarid qilasiz, keyin nima bo'ladi? Havla deysiz o'zingiz. Haqqoniy bo'ling, bormi shu narsa? Bitta shu narsaga ham falon summani ketqizasanmi? Kerakmidi? Shusiz kuning o'tmay turuvmidi? Bormi shunday gaplar? Bu nima? Bunda nima boshlanadi? Aybdorlik boshlanadi. Bu yerda siz o'zingizni aybdor sanay boshlaysiz. Ichki aybdorlik uyg'onadi. Ichki aybdorlik faqatgina pul, faqatgina janjalda yoki boshqalarda emas. Ichki aybdorlik juda ko'p sabablari bor. Hali ichki aybdorlik kasallikka olib kelishini, kasallik to'g'risida gaplashadigan kunimizda chuqurroq suhbatlashamiz. Ichki aybdorlik bizni pulga to'sadiganda pul keltirmay qo'ygan sabablarni hali boshqa kun gaplashamiz. Aynan mana shu aybdorlikni o'zi bizni munosabatlarimizga qanday zarar yetkazayotgani to'g'risida munosabatlar mavzusiga taqalayotganda boshqa kunda suhbatlashamiz. Hali bitta mavzuni o'zi ko'ryapsizmi? Bitta aybdorlik, bitta dangasalikni o'zi sizga ham puldan, ham sog'likdan, ham munosabatdan, ham o'zini namoyon qilishdan, ham o'zini namoyon qila olmaslikdan, ham o'zini ichidagi gapini ayta olmaslikdan hamma narsaga to'siqlik qiladi. Hamma narsaga to'siqlik qiladi. Va bilasizmi, hattoki shu har bitta texnika yoki har bitta bizdagi ichimizdagi noroziliklar, g'azablar yig'ilgan, nafratlar hattoki yoki kasalliklar, pulsizlik, qarzdorlik nima bo'lishidan qat'iy nazar, shunday holatda bo'ladiki, inson o'zini o'rganishi kerak bo'ladi. Inson avvalambor o'zini o'rganishi kerak bo'ladi. O'zini kimligini o'rganishi kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi?
Bizda ko'proq boshqani o'rgansang, boshqani o'zgartirsang, u o'zgarsa hayotim yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Ya'ni er-xotin, masalan, er-xotin oladigan bo'lsak, erim o'zgarsa, meni hayotim yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Bu nima? Boshqani ayblash, boshqadan kutish. Chunki erim aybdor deb o'ylaydi. Erim aybdor. Erim o'zgarganda meni hayotim boshqacha bo'lardi deyiladi. Falonchi o'zgarganda meni hayotim boshqacha bo'lgan bo'lardi deyiladi. Aslini olganda o'zini o'rganishni emas, boshqaga aybni to'nkab yoki boshqani o'zgarishini kutib yashashdan boshlanadi. Va qarabsizki, 60, 70, 80 yoshga kelib qolibsiz ham hech narsani o'zgartirmagansiz va hali ham kutayotgan bo'lasiz kimnidir o'zgarishini. Agar u o'zgarganda hayotim yaxshi bo'lardi deb o'ylab yurishni, hali ham shu xayollarda yashayotgan bo'lib chiqasiz. Dangasalik bilasizmi? Dangasalik har tomonlama bizga pala-partish yashashdan kelib chiqadi. Tan olasizmi? Pala-partish yashashingizdan ham dangasalik kelib chiqadi. Nimagaki siz nimani xohlayotganingizni bilmaysiz. Aynan hozir nimani xohlayotganingizni bilmaysiz. Nimani istayotganingizni bilmaysiz yoki istaysiz nimanidir. Birdan kelishini istaysiz. Хотеть все и сразу deydi. Ya'ni hammasini birdan va tezlikda bo'lishi. Buni imkoni yo'qligini qabul qilishni istamaysiz. Bu ham sizni dangasalikka olib keladi. Bu qashshoqlik ongiga, kambag'allik ongiga kiradi aslini olganda. Hammasini birdan va tezlikda xohlash, tezlikda va birdan hozirning o'zida bo'lishini xohlash, namoyon bo'lishini xohlash. Va bu bilasizmi? Aslini olganda qashshoqlik ongiga ham kiradi, ya'ni kambag'al ongi deydi. Bizda onglar har xil bo'ladi. Bu boy ong va kambag'al ongi bo'ladi. Va aynan bilasizmi, mana shu pala-partish yashash oqibatida ham sizga dangasalik uyg'onadi. Masalan, keling haqqoniy bo'laylik, so'rab ko'ring o'zingizdan. O'zingizdan so'rang. Qachon oxirgi marta kitob o'qidingiz? Oddiy savol sizga. Qachon oxirgi marta kitob o'qidingiz? Farqi yo'q, u ong kengaytiruvchi kitobmi, farqi yo'q, u badiiy kitobmi, farqi yo'q, u shunchaki rasmlarni ifoda etgan kitobmi. Qachon? Yozib oling-da, men ko'ray. Qachon oxirgi marta kitob o'qidingiz? Yozib oling. Kitobni boshini o'qiyman bo'ldi. Oxiriga yetkaza olmaysiz. Bu ham sizni dangasaman deb o'ylashingizga majbur qiladi, to'g'rimi? Esimda yo'q, maktab paytida kutubxonadan chiqmasdim, hozir vaqt yo'q. Bu bahona. Vaqt yo'q, bu bahona. Vaqt topsangiz bo'ladi. Ishonasizmi, vaqt topsangiz bo'ladi. Bu ham dangasalik bir turi aslini olganda. Yozing. Yozing, o'qiyman. To'liq o'qib tugatolmayman. Bir oy oldin, молодец. Har kuni kitob qo'lga olaman, bir betini boshlayman, keyin erinaman. Kitob kuzda o'qidim. Kuzda 2 ta fasl o'tdi. To'g'ri aytasiz, oxirgi payt dangasa bo'lib ketyapman. Yoki ishim chiqib qoladi aynan o'sha payt. Ong osti shunchaki sizni chalg'itadi, bo'ldi. 2 kun avval tugatdim, bugundan yangisini boshlamoqchiman. Молодец.
Farzandlarimga ertak o'qib beraman, zo'r. Lekin ertakka ahamiyat bering, qanaqa ertak o'qiyapsiz? Chunki ongni kambag'allikka dasturlaydigan ertak o'qish kerak emas. Lekin so'raman. Молодец. Kecha she'r kitob o'qidim, молодец. Lekin har kuni o'qiyman, zo'r. Bahonalarim ko'payib ketyapti. Ertaga qilaman. Eng yaxshi bahona. Eng yaxshi bahona o'zi shuda, ertadan boshlayman. Ayollarning ham shunday muammolari bor. Ozishni istayman. Shu kuncha yeb ko'ray, ertadan albatta boshlayman. Hamma narsa ertadan boshlanadi. Kitob o'qimayman, sababi o'zim yaxshi ko'rmaydi. Audio kitob eshiting. Yordam beradi, juda zo'r audio kitoblar. Demak, bilasizmi, yana nima sizni dangasalikka olib keladi? Palapartish hayot tarzi, palapartish ovqatlanish. Nimaga bularni aytyapman? Chunki hayot tashvishi bilan shoshib yashaysiz. O'zingizga e'tibor bermaysiz. O'zingizga ahamiyat bermaysiz. Tushunyapsizmi? Nimaga aynan kitobni misol keltirdim? Kitob sizni bitta joyga yig'ib beradi. Mana bu tarqoq fikrlaringizni bir joyga jamlab beradi kitob. Chunki kitob o'qib turib, men ovqat pishirishim kerak deb o'ylamaysiz. Shuncha kitob yopib qo'yasiz, borib pishirib kelasiz. Tushunyapsizmi? Yoki kitob o'qib turib, boshqa mavzuni xayolingizga keltira olmaysiz, chunki butun diqqatingiz kitobda bo'ladi. Diqqatni bir joyga yig'ishni o'rganasiz shu yerda. Dangasalikni bir chetga surishni o'rganasiz. Bu sizga juda katta yordam beradi. Ishonasizmi? Juda ham katta yordam beradi. Chunki kitob o'qiyotganingizda, agar o'sha bir abzatsni o'qiganingizda tushunmaydigan bo'lsangiz, butun diqqatingiz bilan qaytib o'qiysiz. Diqqat o'sha yerga qaratilinadi. Kitobga qaratilinadi. Va bu sizni yana bir joyga parchalanib ketgan xayollar qayerda? Ovqatda, bolada, erda, ishda, uyda, yana bir joylarda, qarzdorlikda, kasallikda, yana bir nimalarda. To'g'rimi? Lekin kitob o'qiganingizda mana shular hammasi yig'ilishga harakat qiladi. To'g'ri, xayolingiz bir ketib keladi qayerlargadir. Lekin qaytib yig'ishga harakat qilasiz, chunki siz tushunib olishingiz kerak kitobni. Va bu sizga dangasalikni yengishga ma'lum bir miqdoriga yordam beradi. Palapartish ovqatlanish. Bu ham kiradi. Ishonasizmi? Bu ham kiradi. Hayotimiz palapartish. Bu ham kiradi. Nimani xohlayotganingizni bilmaysiz. Nimani o'zgartirishni bilmaysiz hayotingizda. Men hayotimda mana shu jabhasini o'zgartirishni istayman. Masalan, puldan mana shuncha daromadga chiqishni istayman deydiganlar aniq bilaman, mana kursimda o'qiganlar. Yoki men mana bu kasallikdan chiqdim, mana bu kasallikdan chiqa olyapman, bilim asosida, o'zimni yig'ib olish asosida deydiganlar aniq bilaman, mana kursimda o'qigan o'quvchilarim. Nimagaki ular yo'lini topib olishyapti. Ularga yo'l ko'rsatib berilyapti. Bugun bilasizmi, bir ayol keldilar konsultatsiyaga va ular bilan suhbatlashayotganimizda shunaqangi gap bo'ldiki, meni qutqaring. Meni hozirgi hayotimdan olib chiqing, iltimos qilaman sizdan. Meni qutqaring. Bilasizmi, men qutqaruvchi emasman. Ishonasizmi, men qutqaruvchi emasman. Men yo'l ko'rsataman sizlarga. Sizlarga
ma'lum bir yo'l ko'rsataman. Lekin o'sha yo'lni tanlash sizga bog'liq. Masalan, mana shu dangasalikdan chiqish uchun sizga yo'l ko'rsataman. 2 ta yo'lni ko'rsatishim mumkin. Balkim 3 ta yo'lni ko'rsatarman, balkim 5 ta yo'lni ko'rsatarman. O'shani bajarib, amalga oshirib, o'sha dangasalikdan chiqish sizning qo'lingizda. Lekin umuman qilmasdan chiqmaslik ham sizning qo'lingizda. Lekin borib, men sizni uyingizda o'tirgan joyingizdan olib chiqib dangasalikdan sudrab, tepib yoki yana bir nimalar qilib yoki iltimos iltijo qilib sizni dangasalikingizdan, o'sha dangasalik holatingizdan chiqarib bera olmayman, to'g'ri tushuning. Tushunyapsizmi? Lekin shunaqa texnikalar berib qo'yaman, shunaqa ma'lumotlarni berib qo'yaman, shunaqangi zo'r sizga miyangizni lampochkalarini yoqib beradigan bazalarni ochib beraman. Siz o'shani ha deysiz. Mana gap qayerda ekan deysiz. Mana hayot qayerda ekan deysiz. Mana endi tushundim nimaga bunaqa bo'layotgan ekan deysiz. Tushunyapsizmi? Hamma gap mana shu yerda. Ya'ni siz birinchi o'rinda o'zingizni nima xohlayotganingizni va qay tarzda xohlayotganingizni bilishingiz kerak. Va juda ko'p holatlarda nimaga dangasa bo'ladi inson. Siz shunaqangi holatda bo'lasizki, aniq nimani istayotganingizni bilmaysiz. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga yetib borishingiz kerakligini tushunib turasiz, lekin o'sha B nuqta qayer ekanligini bilmaysiz. Va undan tashqari siz A nuqtada qayerda turganingizni hatto bilmaysiz. Ya'ni bu boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, siz hozirgi o'tirgan nuqtangiz A bo'ladigan bo'lsa, hozirgi turgan nuqtangiz A bo'ladigan bo'lsa, A nuqtadan siz B nuqtaga yetib borishingiz kerak. Lekin o'sha A nuqtadan B nuqtaga yetib boriladigan o'rtadagi masofa oralig'ida siz mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishni istamasligingiz, siz hayotingizni o'zgartirishni istamasligingiz, hayotingizni o'zgarishini boshqaga yuklab qo'yishingiz, katta bo'lishni istamasligingiz, juda ko'p inson nimaga hayotini o'zgartira olmaydi, nimaga dangasalikdan chiqa olmaydi? Chunki u hayotini o'zgartirishidan qo'rqadi aslini olganda. U tanasi, jismi voyaga yetgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zini ongi hali ham bolacha qotib qolgan bo'ladi. Ong voyaga yetmaganida u hech qanaqasiga o'zi xohlagan holatga yetib kela olmay qoladi. Mana shu A nuqtadan B nuqtaga yetib borish vektorini men sizga yo'lini ko'rsataman. Va juda ko'p holatlarda mana shu aniq turgan joyini bilmasligi, qaytaraman, aniq turgan joyini bilmasligi va qayerga yetib borishi kerakligini bilmasligi ham dangasalikka olib keladi. Negaki miya, to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsak, miya bilasizmi nima bo'ladi? Stressga tushib qoladi. Chunki u buni ko'rmagan. Balkim oldinroq ko'rgan bo'lsa, harakat qilib ko'rgan bo'lsa, qandaydir holatlar hayotini o'zgartirayotganda, inson hayotini o'zgartirayotganda, mas'uliyatini o'z bo'yniga olayotganda, unda har xil holat bo'ladi. Har xil transformatsiyadan o'tadi. Agarda kimdir kasallikdan chiqmoqchi bo'lsa, bir kasalligi qo'ziydi, qo'zg'ab, uyg'otib berib qaytib, sekinlashib, yaxshilana boshlaydi, shifolana boshlaydi. Yoki pulga ko'tarilmoqchi bo'lsa, xuddi mana shu pulga ko'tarilishdan oldin bir qulaydi u. Pul tomonlama qulaydi. Tushunyapsizmi? Qulagandan so'ng
u asta sekinlik bilan ko'tariladi. Lekin mana shu qulagandan keyingi holat ko'tarilish davrida transformatsiya mana shu oraliqda chidolmay qoladi. Mana shu oraliqda dangasalik ko'tariladi. Voy, men bunaqa bo'lyapti, voy, mana bu holatga tushib qoldim deb dangasalikka kirib qoladi. Siz tushunyapsizmi? Men nima demoqchiman? Yozib oling. Men bilay, siz tushunyapsizmi, yo'qmi? Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, yana ham chuqurroq tushuntirib o'taman sizga. To'g'ri, sizga o'qib men ochilyapman, alhamdulillah, молодецsiz. Tushunarli bo'lyaptimi? Qarang, chiroyli gap o'qidim. Aniqroq haqiqat bu. Virtual tarmoqlar rivojlanib, kitoblarga talab kamayyapti. Menimcha hikoyalar o'qib turaman. To'g'ri, kitoblarga talab kamayyapti, lekin bilasizmi? Kitobni hozir bu yerda men qidiryapman. Kitobni audio kitob ham eshitishingiz mumkin. Boshqa kitobchani ham shunchaki hikoyalar ham o'qish mumkin, lekin kitobni olib o'qishni o'zi, bilasizmi, qanaqangi huzur beradi insonga? Hozir bir daqiqa. Masalan, kitobni oldingizda, bu meni kitobim. Men bilasiz, psixolog, terapevt, shuning uchun shunaqa kitoblar o'qiyman. Ya'ni все дело в папе. Hamma gap otada. Bu munosabatlarda, ayolni erkakka bo'lgan munosabatlar, bular to'g'risida suhbatlashamiz. Ya'ni kitobni olganingizda, kitobni ushlashingizni o'zi, buni muqovasi, tushunyapsizmi? Muqovasini o'zi, buni his qilish, buni ochib, o'sha betini o'qishni o'zi, ishonasizmi? Shuni ochib, o'qishni o'zi sizga boshqacha his beradi. Ya'ni olib o'qiganingizda, mana shu yerda o'tirib, masalan, kitob o'qiyotganingizda butun diqqatingiz shunda bo'ladi. Diqqatni jamlay olishni o'rganasiz. Masalan, oddiygina shu bitta nuqtaga hech narsani o'ylamasdan prosta tak shunchaki qarab o'tira olasizmi? Aniq bilaman qila olmaysiz, chalg'iysiz. Ko'zingiz ketib qoladi, xayolingiz ketib qoladi, o'zingiz turib ketib qolgingiz keladi, tushunyapsizmi? Bu kitob o'qish deganda, bu kitobni o'tirib o'qish, kitobni ochishni, kitobni o'zini, muqovasini his qilish, bu boshqa narsa. Bilmayman, men bo'lishi mumkin, shunchaki olib kitob o'qiydiganlar, lekin men kitobni bilasizmi, o'qib ko'rib olishni yaxshi ko'raman. Yaqinda kanalimizda ham savol yo'llab qo'ydim. Men kitob olmoqchiman, qanaqa kitob olishni maslahat berasizlar deb savol yo'llab qo'ygan kunim ham bor yuqorida. Hamma har xil maslahat berdi. Hattoki o'zimning yaqinlarim, chunki kanalimizda bizni kuzatadiganlar orasida o'zimiz yaqinlarimiz ham bor. Turmush o'rtog'im jiyanlarigacha bor, xolalarigacha bor, kuzatishadi. O'zimiznikilar bor, men o'zim oyijonim borlar, kelinlarim bor. Xullas, o'qiganlar aytishdi, ya'ni xohlagan haligingdan uzun marketdan hech bo'lmaganda zakaz qilib olishing mumkin, boshqa yerdan zakaz qilib olishing mumkin. Da, inson zakaz qilib olishi mumkin, buyurtma qilib. Lekin men aytayapman, yo'q, men o'zim kitob do'koniga borishim kerakman. Kitobni olaman, deyapman. Haqiqatdan shunaqa kitob tanlayman men. Kitobni olaman, xohlagan joyimda men shunday ochaman. Menda shunaqa odat bor. Shunday ochaman, o'qiyman men. Bir abzats o'qiyman. His qilib ko'raman, men shuni o'qigim kelyaptimi? Agar o'qigim kelmasa, o'sha abzats yoqmasa, yoqmamanda qaytib joyiga qo'yaman. Ana shunaqa odatim bor meni.
Ya'ni o'sha yoqmadimi, o'sha kitob meni butun diqqatimni jamlab bera olmaydi. Meni ma'lum bir dangasaligimni yengishga yordam bera olmaydi. Tushunyapsizmi, gap qayerda? Tushuntira olyapmanmi, gap qayerda? Kitobni o'qish bor kitobni, lekin kitobni o'qish ham bor. Bular boshqa narsa. Aytishadi-yu, oliy ma'lumotli insonlar bu o'qibdi, necha yillab o'qibdi, oliy ma'lumotli bo'libdi, bakalavr ekan, haligi doktor nauk ekan deyishadi. Lekin o'qibdi-yu, o'qimabdi ekan deganlar bo'ladi. Sababini tushunyapsizmi buni? Bular boshqa narsa. Shunchaki o'qishingiz mumkin. Qiyin emas, shunchaki sharros o'qib tashlash. Tushunyapsizmi? Sharros o'qib tashlash hech ham qiyin joyi yo'q. Rohati boshqacha, yashang. Rohati boshqacha, haqiqatan rohati boshqacha. Shunga men aytibman, yo'q, tushunmayapsizlar, men borib ko'rishim kerak kitob do'koniga. Men ochib ko'rishim kerak kitobni, ochib o'qib ko'rishim kerak. Nima gap, nima so'z, nima bo'lyapti u yerda? Tushunyapsizmi? Yoqmasa men uni prosta tak olib kelib, yoqmasa o'qiy olmayman. U meni diqqatimni jamlab bera olmaydi. Diqqatim yana tarqoq bo'ladi. U meni dangasaligimni yengib bera olmaydi. Tushunyapsizmi? Hamma gap mana shu yerda. Hamma gap sizni dangasaligingizni yenga olishingizda. Mana shu yuqorida aytganimizdek, A nuqtadan B nuqtaga yetib borish holati, ya'ni siz A nuqtada turib B nuqtani aniq belgilab oldingiz va qadam qo'yishni boshladingiz. To'g'rimi? Bitta qadam qo'yapsiz, ikkita qadam qo'yapsiz, uchta qadam qo'yapsiz. Men sizga yo'l boshchi bo'lib turibman. Ma'lum bir praktikalarni beryapman, ma'lum bir o'sha maqsadga yetib borishingiz uchun ma'lum bir holatlarni beryapman, praktikalarni beryapman. Undan tashqari sizga meditatsiyalar beryapman. Men meditatsiyalarni juda chuqur beraman. Bu meni fishkam desam bo'ladi. Nimagaki meditatsiyamni bajarganlar biladi. Qanaqa chiqishini, qanaqangi energiya chiqishini, qanaqangi siz muammoingizni hal qilib ketishingiz mumkinligini. Men eng asosiy fishkalarimdan biri meditatsiyalarim, texnikalarim, transformatsion so'zlarim. Buni hamma biladi, buni inkor qilib bo'lmaydi va bilasizmi? Mana shu keyingi qadam qo'yayotgandagi transformatsiya davrida miya ma'lum bir stressga tushib qoladi. O'sha stressni yashab o'ta olmasa, dangasalik kuchayib bora boshlaydi. Tushunyapsizmi? Mana shu yerda ham dangasalik kuchayadi. Mana nimaga siz boshlagan kursingizni oxiriga yetkaza olmaysiz. Ma'lum bir holatga kelganida davom ettira olmay qolasiz. Sababi mana shunda bo'lib hisoblanadi. Tushunyapsizmi? İçimden ko'rgim kelgandi. Aha. Nimani ichingizdan ko'rgingiz kelgandi? Xo'p. Aha. Ovoz juda ko'pchilikda yo'q ekan. Ovoz bormi, yozib boringlar. Juda ko'pchilik ovoz yo'qolib qolyapti deyilyapti. Shunaqami? Bor. Bor, ovoz zo'r. Hammada ham emas, qotib qolyapsiz. Bor. Tushunarli. Ovoz uzilyapti, ovoz qotib qolyapti deyilyapti.
Yana dangasalikning bir sabablaridan biri ovoz bu yerda yaxshi, Instagramda ovoz yaxshi deyilyapti, ovoz vobshe yo'q. Instagramga kiring, ovozdan qiynalayotganlar, Instagramga kirib oling. Demak, yana bir sabablardan biri bu manfaat yo'qligidan. Ya'ni sizni yashashingizdan yoki sizni ishlashingizdan, sizni ma'lum bir darajaga chiqishingizdan siz uchun manfaat yo'qligi, sizga manfaatni yo'qligi. Tushunyapsizmi? Sizga manfaati yo'q buni. Siz uchun foydasi yo'q. Ya'ni inson o'zini, juda ko'p inson o'zini yaxshiligini isbotlashga harakat qiladi. Agar unga bolaligida sen yaxshi emassan deyilgan bo'lsa, mana Instagramda yozishyapti, assalomu alaykum Munira opa, voy bu yerda yaxshi ekan. Mana bu yerda Instagramda ovoz zo'r. O'tishlaringiz mumkin. Kimlarda Instagram tarmog'i bo'lsa, o'tishi mumkin albatta, platformasi bo'lsa. Xo'p. Demak, insonda shunaqangi holat bo'ladiki, agar sen yomonsan deyilgan bo'lsa, kamsitilgan bo'lsa, qadri yerga urilgan bo'lsa, uyda o'z o'rnini his qila olmasa va shunday holatlarda inson o'zini isbotlash holatiga o'tib ketadi. O'zini isbotlashga o'tib ketadi. Ya'ni o'zini isbotlash bu o'zini yaxshiligini isbotlash. Tushunyapsizmi? O'zini xatti-harakatini, yaxshiligini o'zini isbotiga kirib, kurashga kirib ketadi inson. Ya'ni bu yerda albatta minusli holat ham bor, plusli holat ham bor. Har bitta narsani minus plus holatlari bo'ladi. Va mana shunday holatda agar men o'zimni isbotlash holatim bo'lmaganida men hozirgi holatimda bo'lmas edim degan fikr bo'ladi juda ko'pchilikda. Va bu albatta yaxshi. Nimagaki, aynan mana shu manfaat, ya'ni o'zingizni isbotlagingiz kelishi ham sizni yuqoriga ko'tarib berishi mumkin. Tushunyapsizmi? Sizni o'zingizni ifoda qilishingizga yordam berishi mumkin, sizni o'zingizni yaxshiligingizni ko'rsata olishingizga, lekin yaxshiligini ko'rsata olish, isbotlash bu negativga ham kirib ketadi ba'zan. Qayta kirishib ketsa, agar buni yaxshi tomonini ko'rib, o'zini o'zgartirib keta olsa, zo'r, plusga o'tib ketadi. Bunaqangi holatlari ham bor. Ya'ni o'sha bo'layotgan vaziyatdan rozi bo'la olsa, o'sha holatni ko'ra olsa va shu holatida u manfaatini, o'shani ildizida turgan manfaatini ko'ra olib, harakat qila olsa, dangasaligini yenga oladi. Bo'lmasam dangasaligicha qolib ketadi. Bu ham dangasalikka olib keladi oxirida. Nimaga? Chunki men harakat qilyapman, men manfaatim uchun harakat qilyapman, qadam qo'yapman, lekin baribir oxirida men yomon bo'lib qolyapman. Foydasi nima degan fikrga ham kelishadi ba'zan. Va bu bora hammasi, xuddi hammasi menga baribir deyiladi. E'tibor qilgansiz shunaqangi so'zlar? O'zingizda ham juda ko'pingizda bo'lishi mumkin. Menga baribir. Mana shu menga baribir holati sizni dangasalikka olib keladi. Tushunyapsizmi? Hozir bir guruhga qarab olay, nima bo'lyapti? YouTube'ga kirsak bo'ladimi? YouTube bugun yonmagan. Balkim ertaga yoqarmiz YouTube'ni. Tushunarli bo'lyaptimi sizlarga? Yozib oling.
tushunarli bo'lyaptimi? Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, qiziq bo'layotgan bo'lsa, bittadan yurakcha yuboring, qaytimiga bittadan yurakcha yuboring. Biz bilamizki, bizda qaytim energiyasi bor va qaytim energiyasiga siz bittadan yurakcha yuboring. Qaytim energiyasi har xil bo'ladi. Hamma narsada qaytim energiyasi bor, ishlaydi. Biz bu yerda gapira olamizmi? Da, agar sizni qabul qilsam gapira olasiz. Albatta, yurakchalar. Aha. Yashang. Tushunarli bo'lyaptimi hammasi? Yashang. Va bilasizmi, aslini olganda mana shu dangasalik ham sizni ma'lum bir miqdorda tajribadan o'tishingizga yordam beradi. Bizga aytiladi, xato qilishga haqqing yo'q deyiladi. Rahmat sizlarga, yurakchalar uchun. Rahmat. Bizga aytiladiki, xato qilishga haqqing yo'q. Yo'q. Agar biz xato qilmasak, xato qilib ko'rmasak, biz ma'lum bir tajribadan o'ta olmaymiz. Tushunyapsizmi? Yoki bolangizga aytishingiz mumkin, bolangizga aytishingiz mumkin, xato qilma. Yo'q, xato qiling. Hatto adashmasam Xitoyda edi yoki Yaponiyamida. Maktablarida ruchkada emas, qalamda yozishga ruxsat berishadi. Bilasizmi nega? Xato qilganda o'chira olib qaytib o'shani yozishi uchun. Tushunyapsizmi? Xato qilganda o'shani o'chirib, qayta tuzatib yoza olishi uchun aynan maktabda daftarlarida qalam bilan yoziladi. Bu degani menga xato qilish mumkin degani. Biz nima deymiz? Xato qilma. Xato qilishga haqqing yo'q. Hattoki ba'zilar jazolaydi. Siz ham jazolangansiz yoshligingizda xato qilganingiz uchun. Menga hozir xato qilgani uchun yoshligida jazolanganlar xo'p, bittadan nima qo'ying? Bir qo'ying, ko'ring. Yoshligida xato qilgani uchun jazolanganlar bittadan bir qo'ying. Ustoz, ovozingizni eshita olmay qiynalib ketdim. Instagramga kiring. Jazolangansiz, mumkin emas. Aytiladi, mumkin emas. Xato qilma, noto'g'ri qilyapsan. Hozir jazolanasan. Eslaysizmi xato qilganingiz uchun? Masalan, bizda bo'lgan. Xato qilganimiz uchun qo'limizda stulchani berardilar, burchakka qo'yardilar. Kim esladi o'zini? Hozirgacha jazoim olib yuribman. Aslini olganda mana shu jazo, o'zini jazolash, o'zini ayblash, hali bu to'g'risida yana chuqurroq boshqa kunda, boshqa mavzularda chuqurroq to'xtalamiz. Yoritib beraman buni. Bilasizmi, aslida jazolanish, haligacha jazolanish bu mani aybim bor, mani ichki iqrorligim bor, men aybdorman. Men aybdor bo'lganim uchun men jazolanishga loyiqman. Iltimos, ongostingiz shunaqa deb o'ylaydi. Meni jazolanglar deydi. Meni jazolanglar. Men jazoga loyiqman deb biladi. Shifoladim. Shuning uchun sizni haligacha jazolashadi. Va bu jazo ortidan, bu ayblanish ortidan sizga dangasalik yana ham uyg'onadi va rivojlanib bora boshlaydi. Haqiqat yo'q, to'g'ri? Haqiqat yo'q deyiladi.
Tushunyapsizmi? Mana gap qayerda? Va mana shu sizni o'zingizni qancha isbotlashga harakat qilsangiz, siz shuncha oxir-oqibat baribir yomonga aylanasiz, baribir aybdorga aylanib qolasiz. Qancha o'zingizni aybingizni yo'qligini, ya'ni aybingiz yo'qligini isbotlashga harakat qilib, qancha harakat qilsangiz, qancha o'zingizni yaxshi ekanligingizni isbotlashga harakat qilsangiz, siz shuncha oxirida baribir aybdor bo'lasiz, baribir yomon bo'lasiz. Qani haqiqat deysizki? Qani haqiqat deysiz? Tushunyapsizmi? Qani bu yerda haqiqat deysiz? Va siz dod deysiz, bundan chiqishni istayman, bundan bu hayotdan chiqishni istayman, noroziman, menga yoqmayapti, bunt boshlanadi ichingizda. Ichingizdan bunt boshlanadi. Ichingizda xuddiki ikkita inson janjallashayotgandek bo'ladi. Biri aqlingiz, biri qalbingiz bo'ladi o'sha vaqtda. Ikkalasi bir-biri bilan janjal qiladi. Biri aqldagi nigora bo'lsa, misol uchun, biri qalbingizdagi nigora bo'ladi. Aqlingizdagi nigora uchun sizni yaxshiligingizni isbotlashi shart, chunki siz haqiqatdan ham yaxshi insonsiz. Qalbingizdagi nigora uchun farqi yo'q unga. Siz isbotlaysizmi, isbotlamaysizmi, qanday yashaysiz, shunchaki ruhiyatingiz yaxshi bo'lib, holatingiz yaxshi bo'lib yashasa bo'ldi u nigora uchun, boshqa narsa kerak emas. Tushunyapsizmi? Uning uchun shu yetarli. Va siz qanchalar o'zim bo'lib yashashni xohlayman degan saringiz o'zingiz bo'lib yasholmay qiynalasiz. Chunki bora-bora dangasalik uyg'onadi yana. Tushunyapsizmi? Siz qancha harakat qiling o'zgartirishga. Yomon bo'lib qolaveradigan bo'lsangiz, sizda shunaqangi holat uyg'onadiki, aytishadi-yu, все по барабану deydi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni hammasi baribir bo'ladi sizga. Va buni ortida dangasalik keladi. Lekin aslida siz tushunishingiz kerakki, mana shu siz o'ylayotgan, o'zingizni isbotlashga harakat qilishingiz va isbotlay olmayotgan holatingiz aslida sizda hayotiy tajriba bo'layotganini tushunishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shu orada Xo'p. Shu orada shuni tushunishingiz kerakki, qarab olyapman, qanaqadir savol kelyaptimi, qanaqadir gap bo'lyaptimi deb guruhga qarab olyapman, qo'limda ham telefon. Xo'p. Shu orada shuni tushunishingiz kerakki, siz hayotiy tajribadan o'tib o'zingizga ma'lum bir holatlarni, ya'ni yaxshi tomonlarini olishga harakat qilishingiz, ya'ni anglash olishingiz va anglash ortidan mana shu dangasalikni yengib o'tishingiz kerakligini tushunishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana shu ilk qadam, ya'ni dangasalikni tan olish bo'ladi. Ilk qadam dangasalik tan olish. Biz nima qilamiz? Dangasalik bilan kurashamiz.
biz dangasalik bilan kurashamiz. Dam olgingiz kelyapti, tanangiz charchagan, misol uchun tanangiz charchagan, yillar davomida dam ololmay charchagan, lekin siz nima qilasiz? To'xta, mana shu ishimni qilay, keyin dam olaman. To'xta, mana shu ishimni qilib bo'lay, keyin dam olishga harakat qilaman. Lekin qarabsizki, yana dam ola olmaysiz. Tanangiz charchaydi, to'g'rimi? Ongostingiz sizni boshqachasiga dam bera olmay, dangasalik uyg'otib beradi yoki dangasalik uyg'otib beradi yoki tanangizni kasal qilib yotqizadi. Boshqachasiga dam ola olmaysiz. Tushunyapsizmi? Va mana shu dangasalikni yengishning ilk qadami tan olish. Ha, men dangasaman. Tan olib bilasizmi? Ha, men dangasaman. Kim tan olib biladi? Kurashmasdan kim tan olib biladi? Yozing. Kim shu holatda kurashmasdan tan olib biladi? To'g'ri, men o'zim o'tirgan shoxga bolta urib yuraman doim. Ha, shunday. Men tan olaman, yashang. Ilk qadam shundan boshlanadi. Kurashmasdan tan olish. Dangasaman. Men. Yashang. Xo'p. Shu yerda yashang. Tan oling. Shu yerda sizga va'da qilgan linkimizni yuboramiz. Ya'ni hozirga qadar o'tirganlarga hozirga qadar biz bilan birga bo'lib o'tirganlarga aynan mana shu dangasalikni yengish, ichki aybdorlik, chunki biz o'zimizni aybdor sanaganimizda dangasalik boshlanadi. Tushunyapsizmi? Buni tushuntirib berdim, yoritib berdim. Endi aynan mana shu ichki aybdorlik, hali ichki aybdorlikni keyingi kunlarda erta bor, undan keyingi kunlari bor, hali yana 3 kun bor bugundan tashqari. Va bilasizmi, biz dangasalik va ichki aybdorlik to'g'risida chuqur to'xtalamiz hali ertadan boshlab. Biz bugun ma'lum bir holatlarni, sabablarini sanab o'tdik va aynan mana shu ichki aybdorlik nimadan kelib chiqadi o'zi? Nega siz o'zingizni ichki aybdor sanaysiz ichingizdan? Nimaga men aybdorman, ha, iltimos meni jazolanglar degan fikringiz bor ongostingizda? Nega? Va mana shularni ishlash uchun berilgan texnika, ma'lumot va texnikani qo'lga kiritish uchun hozir sizga yopiq kanalda dars joylangan. Bu dars 2 soatdan ziyod. Bu yerda juda chuqur bilim bor. Bu yerda texnikalar bor. O'sha darsni eshitib turib, o'sha texnikani bajarganingizni o'zidayoq siz ma'lum bir holatga sakrab o'tasiz. Ishonavering, sakrash bo'ladi, vzlyot bo'ladi. Faqat sizga o'shani eshita olish, hamma gap eshita olishda va o'sha orqali siz o'zingizni tushuna olishingizda bo'ladi. O'sha texnikani qila olishingizda bo'ladi hamma gap. Xo'p, Muxlisa, yuboring linkni. Va'da qilingan, sovg'aga qo'yilgan kanalimiz linkini yuboring.
hozir. Dangasaligim tan olgandim, aloqa yo'qoldi, qotib qoldingiz. Bu ham ong osti dangasaligidan dalolat va ong osti sizni himoyaga olayotgandan dalolat. Chunki bilasizmi, bizni ong ostimizni vazifasi shundan iboratki, u ham yosh bolacha bizni ongimiz, ham voyaga yetgan, ham juda o'jar dangasa. Va bizni ong ostimizni vazifasi shundan iboratki, bizni himoya qilishdan iborat uni vazifasi. Ong ostimizning vazifasi bizni himoya qilishdan iborat. Xo'p. Muxlisa shu yerdamisiz? Muxlisa meni eshityapsizmi? Siz yaxshi emasmi deyman bu qizdan. Men boshqacha bo'lishni xohlayman, lekin boshqacha bo'la olmayapman deb o'zini ayblaydi inson. Men boshqacha bo'lishni istasam-da boshqacha bo'la olmayapman deb ayblayotgan inson ham men dangasaman, dangasaligim tan ola olmayman, men dangasa bo'lishga haqqim yo'q, chunki men onaman, chunki men kelinman, chunki men farzandman, chunki men rafiqaman. Meni deydi, dangasa bo'lishga haqqim yo'q deydi. Yo'q, nimaga siz inson emasmisiz? Nimaga dangasa bo'lishga haqqingiz yo'q ekan? Nega? Bor haqqingiz. Xo'p. Mana. Ustoz, menda yana natija, boringizga shukr. 13.750.000. Молодец. Молодец. Barbina, bular bizni kursimizda o'qiganlar, o'quvchilarimizdan. Молодецsiz. Zo'r. Xursandman jonim. Mana sizga natija. Menimcha administratorimizda svязь yaxshi emas shekilli. Mayli, hozir yuboriladi, zerikmaymiz. Unga qadar yozing. Tushunarli bo'ldimi bugungi mavzu? Bugungi mavzu sizga tushunarli bo'ldimi? Nimaga dangasalik uyg'onar ekan insonda? Nega bu holatda bo'lar ekan inson? Ha, kasal bo'lishga ham haqqim yo'q deyiladi bizda-da. Kasal bo'lishga haqqim yo'q. Menga mumkin emas kasal bo'lish deyiladi. Nega? Siz nima inson emasmisiz? Sizni haqqingiz yo'qmi kasal bo'lishga? Siz issiqjon emasmisiz? Nega mumkin emas? Nega haqqingiz yo'q? Nega bunaqa o'ylaysiz? Tushunyapsizmi? Bugungi mavzu tushunarli bo'ldi. Hali keyingi kunlarda biz
gaplashamiz kasallik to'g'risida, kasallikning sabablari to'g'risida, nega kasal bo'lamiz, kasallik qayerdan kelib chiqyapti, kasallik aslini olganda kecha, bugun yoki o'tgan kun paydo bo'ladigan kasallik emas, bu necha yillar ichida paydo bo'ladi yoki undan tashqari biz nimaga bu holatdamiz, nimaga puldor emasmiz, nimaga boy bo'lishni aqlan xohlaymiz, lekin qalb onyosi bizga pulni olib kiritilmaydi hayotimizga, nima uchun biz qiynalamiz norozilikdan, nega biz bu holatdamiz, nega qarzdorlikdamiz, yoki yana bir kunda munosabatlarni chuqurroq yoritamiz, er-xotin munosabatlari, sevimli munosabatlar yoki sevimli ayol bo'la olmaslik sabablari hammasi to'g'risida hali yana biz bugundan tashqari yoshligimizdan o'rgatilingan hammasi to'g'ri. Hammasini ayolning zimmasiga qo'yishgan, kasal bo'lishga haqqing yo'q. Agar sen kasal bo'lsang yoki noto'g'ri yashab qo'ysang yoki o'zingdan boshqani ustun qo'yib qo'ysang, sen aybdorsan va bu narsalar bizni aybdorlikka olib keladi. Aybdorlikka olib kelgandan so'ng ortidan dangasalikka olib keladi. Tushunyapsizmi? Chunki siz o'ylaysiz, bizga nima deyiladi? Hammani o'zingdan ustun qo'y. Bolam deysiz, turmush o'rtog'im deysiz, ota-onam deysiz, qo'ni-qo'shni deysiz, yana kim deysiz. Oxirida vaqti kelsa, sizga navbat kelsa, unda ham yoshlikdan shu o'rgatilingan, unda ham agar o'zingizga vaqtingiz qolsa, pulingiz qolsa, sog'ligingiz qolsa, kuchingiz qolsa, quvvatingiz qolsa, o'zingizga keyin e'tibor berishingiz mumkin. Bo'lmasa ungacha yo'q, mumkin emas. Tushunyapsizmi? Ungacha mumkin emas bo'lmasa. Va ozgina o'zingizga e'tibor berib qo'ysangiz yoki ozgina dam olib qo'ysangiz, nima deyiladi? Dangasasan deyiladi. Dangasasan. Va ortidan dangasalik ortidan o'zingizni ayblash boshlanadi. Yo'q, menga dangasa bo'lish mumkin emas. Men dangasa bo'ldim, mana yaxshi ona emasman endi, yaxshi xotin emasman, yaxshi kelin emasman endi. Endi odamlar nima deydi? Endi boshqalar nima deb o'ylaydi? Endi qanaqa inson bo'ldim? Biz nimaga bog'langanmiz? O'zbek matrisasidagi insonlar nimaga bog'langan? Atrofidagi insonlarning gap so'ziga bog'langan. Tushunyapsizmi? Atrofidagilarning fikri muhimda. Sizni o'zingizni fikringizdan. Atrofdagilarni nima deydi deyishi bilan yashaysiz. Ular dangasa deb nom berdim, bo'ldi, siz dangasaman deb o'ylaysiz. Bo'ldi, hayotga qiziqish yo'q, norozilik yo'q. Ya'ni norozilik ichingizda bor, hayotda qiziqish yo'q. Baribir qilsam o'xshamaydi deb o'ylaysiz. Baribir dangasaman deb o'ylaysiz. O'zingga qaraganingcha ishla deyiladi, o'zingga qaragancha tur, unaqa ovqat qil, bunaqa ovqat qil deyiladi. Dam olguningcha turib uni qilib qo'ysang bo'lmaydimi deyiladi. Ayblanasiz yana. Yana ayblanasiz. Tushunyapsizmi? Ayblanish ortidan bo'lsa nima boshlanadi? O'zingizni isbot qilish boshlanadi. Isbotning ortidan yana boshqa narsa keladi. Uni ortidan jazolanish bo'ladi. Jazolanish ortidan yana dangasalik. Bular hammasi aylanib kelaveradi. Va faqat siz nima bo'ladi? Stress yashab o'taverasiz. Stress ortidan apatiya keladi, apatiya ortidan kuchli agressivni holat keladi. Agressiyani orqasida yana chuqur apatiya keladi. Apatiyadan keyin bo'ldi. Hayotning qizig'i yo'q. O'zini o'ldirishga tayyor odam, tamom. Tana bor, jism bor, ruhiyat o'lib bo'lgan qachonlar. Bu yerda nima bo'ladi? Ong uxlaydi. Prosta yashab qolish tizimiga o'tadi ong. Yashab qolish, kurashda yashash tizimiga o'tib qoladi. Tushunyapsizmi? Shunchaki yashashni istash tizimiga o'tadi. Shunchaki kurash tizimiga o'tadi. Bu o'sha yashash emas. Bu uxlagan ongda hayot kechirish deyiladi. Yashab qolishga urinish deyiladi.
Xo'p, bo'lmasam buguncha yetarli. Birdaniga bir kunda sizni juda ko'p ma'lumotlar bilan miyangizni to'ldirib tashlamay, chunki yangilar juda ko'p. Bizni ongimiz, bizni miyamiz 1 soatdan, ya'ni 40 minutdan 1,5 soatgacha aslini olganda qabul qiladi ma'lumotni. Undan keyin dalsha qabul qila olmay qoladi. Agar gaplarimiz orasida sizga yoqmagani bo'lsa, qabul qila olmaganingiz bo'lsa, bu bilimni отказ qilishingiz mumkin, shunchaki inkor qilishingiz mumkin. Ongingizga kirmaydi, ongingizga, aqlingizga kirmaydi. Majbur singdirmaymiz, lekin sabablarni ochib beramiz. Mani xohishim, mani istagim bu sizni ochib berishga harakat qilish. Sizni muammoingizdan borib men chiqarib bermayman. Sizga yo'l ko'rsataman, hamda lokatsiya beraman. O'sha lokatsiyadan o'zingiz qadam qo'yib yurib borasiz. Praktika beraman, meditatsiya beraman, sizga ma'lum bir dasturlovchi so'zlar beraman, transformatsion so'zlar beraman, sizni olib o'tishga harakat qilaman. Siz harakat qilganingizda sizga ham mana shuni olib o'tish uchun, ya'ni qadam qo'yganingizda, harakat qilganingizda dangasalikni yengishga, ya'ni kurash emas, dangasalikni yengish uchun harakat kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Harakat kerak bo'ladi. Hamma gap harakatda va mana shu isbotdan chiqib, shunchaki biz qabul qilish ongiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Chunki ayol xilqati shundayki, qabul qiluvchi bo'ladi ayol. Biz beruvchi emasmiz, erkak beruvchi, ayol qabul qiluvchi xilqat. Shuni tushunishimiz kerak. Bizda erkaklik energiyasi va ayollik energetikasi bor bilamiz. Bularni hali yana munosabatlarda chuqurroq gaplashamiz, munosabatlar mavzusida. Va hozircha bugunchalik shu yerda yakunlaymiz va hozir sizga albatta efir so'ngida yuboramiz deb tayyorlab qo'ygan kanalimiz linkini yuboramiz. Shu yerda bo'lib turing, sizga link yuboriladi, kirib borishga harakat qiling. Chunki bu link atigi 10 daqiqa turadi. Shu orada kirishga harakat qiling. Xayrli kech deyman, boringizga shukr, kirganingiz uchun, so'ngiga qadar biz bilan birga o'tirganingiz uchun rahmat deyman. Ertaga ko'rishguncha, hali biz yana 3 kun birga bo'lamiz. Ertaga ko'rishguncha deyman. Xayrli kech.